maxsus vaqtdan so'yiladigan Qurbon hayitining so'yiladigan kunlari. Ayyamut tashrihning hammasi emas, keyingi satrda keladi. So'yiladigan kunlar maxsus vaqtdan tushunar ekan. Maxsus hayvondan esa so'yish joiz bo'lgan hayvonlar tushuniladi. Misol uchun, qo'ylarda 1 yoshga, mollarda 2 yoshga, tuyada bo'lsa 5 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Lekin qo'yda 1 yoshga to'lmagan bo'lsa ham 6 oydan katta, jaza deyiladi. 6 oydan katta, 1 yoshdan kichik, lekin jussasi 1 yoshlik qo'yning jussasidek. Mana shu hayvonlarnigina so'ya oladi. Lekin jussasi 1 yoshlik qo'yning jussasidan ham katta bo'lsa, lekin 6 oylik ham bo'lmagan bo'lsa, uni so'ya olmaydi. Maxsus hayvondan shu tushuniladi. Yoki bo'lmasam ot, kiyik yoki boshqa hayvonlarni so'yish ham shar'an joiz bo'lmaydi. Maxsus hayvonlarning ta'rifini ham tushundik. Qurbonligim tolibi ilm uchun. Siz bir dona qurbon hissangizni ehson qilasiz. Biz esa uni qanchadan qancha toliba ilmlarga yetkazamiz. Talabalar, qorilar, yosh olimlar doimo haqqingizda duodadirlar. Siz yuborasiz, ular esa jimgina duo qiladilar. Ya Robbim, ushbu ehson egasini mag'firat aylagin, jannating bilan mukofotlagin, farzandlarini qori qilgin.